Yoshingiz nechida? 14. 14da. 14 yoshli bolalar dunyoda nima ish qilayotganini bilasizmi? O'zingizni tanishtiring. Mening ismim Tojmurodov Abdulaziz. 2 yildan beri mudarris maktabida o'qiymiz. Qayoqlisiz? Surxondaryolik. Nima uchun mudarris tanladinglar? Mudarris yaxshi. Intizom kuchli, boshqalardan ajralib turadi. Nimasi bilan ajralib turadi? Yutuqlari kuchli. Yoshingiz nechida? 14. 14 yoshli bolalar dunyoda nima ish qilayotganini bilasizmi? O'zimizda ham masalan 14-15 yoshli 9-sinf bola yaqinda nima qildi? Yangi Asr universitetiga saytini yasab sotdi. U 1 yil davomida o'qigan, boshqa qilgan, kelajakda kiberxavfsizlik mutaxassisi bo'laman deyapti. Nega sizda oldingizda shunaqa maqsadi yo'q? Men mana bunaqa inson bo'laman, mana bunaqa natijada qilaman degan. Ota-onangiz qanaqadir mehnat qilib, boshqa qilib Toshkentga yuborib, masalan, sizni kerak bo'lsa o'sha yeb ichishingiz, yashash xarajatlaringiz, keyin bu maktab xarajatlaringiz hammasini qoplashyapti. Ota-onangiz qiynalib topishyapti-da, pul pullar oson emas, ko'chadan pul topishmayapti. Siz shuni his qilib turib, ota-onam qiynalishayotgan ekan va men katta bo'lsam, ularni qiynatmayman. Men ularga mos farzand bo'laman. Men ertaga shunaqangi ko'p pul topamanki, ota-onam dam olishadi. Nimaga qiziqasiz, nimada zo'rsiz? Aytib bering. Ingliz tiliga qiziqaman, matematikaga, texnikaga qiziqaman. Hech kim unaqa savol javob qilmagan siz. Og'ir ekan? Eshitashing.